Termiz shahrida pnevmatik to'pponcha va miltiqdan o'q otish bo'yicha Janubiy operativ qo'mondonligi kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. 9-11 sinf o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan bellashuvda vohaning Termiz va Angor tumani hamda Termiz shahrining umumiy o'rta ta'lim maktabining o'g'il-qizlari ishtirok etishdi. Surxondaryo viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi, O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti, viloyat kengashi va viloyat sport boshqarmasi hamkorligida tashkil etilgan Janubiy operativ qo'mondonligi kubogi musobaqasida umumiy o'rta ta'lim maktablarining 200 nafarga yaqin o'g'il-qizlari ishtirok etishdi. Kelgusida harbiylik libosini kiyish, qurolli kuchlarimiz safida xizmat qilib, yurt sarhadlarini himoya qilishdek maqsadlarni oldiga qo'ygan o'quvchi yoshlar belgilangan shartlarni maromiga yetkazib bajarishga astoydil harakat qildilar. Musobaqa ishtirokchilari ikki yo'nalishda, ya'ni pnevmatik miltiqdan hamda pnevmatik to'pponchadan o'q otish turlari bo'yicha bellashdilar. Bellashuv qizg'in va murosasiz kechdi. G'oliblik uchun kurashda ishtirokchilardan anchayin sabr va matonat talab etildi. Nishonni to'g'ri mo'ljalga olgan sportchilar o'z darajasini ko'tarib, bellashuv g'olibiga aylandilar. Quroldan o'q otish markaziga keldik. Pnevmatik qurol o'q otishda 4 kishi jamoaviy qatnashdik. Jamoamizdan 20 ballni qo'lga kiritdik. Bunday musobaqalar biz yoshlarni bo'sh vaqtimizda chiniqtirib, kelajakdagi ishlarimizga saboq bo'ldi. Qiziqarli bahslarga boy tarzda o'tgan bellashuvda g'oliblar aniqlandi. Yakuniy natijalarga ko'ra, umumjamoa hisobida birinchi o'rinni Termiz tumanining birinchi umumiy o'rta ta'lim maktabi jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, ikkinchi o'rin Termiz tumanining 29-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari egallashdi. Termiz shahrining 4-umumiy o'rta ta'lim maktabi sportchilari 3-o'ringa loyiq deb topildi. O'tgan